Ukam, o'tgan safar qilib bergan kokteylimdan keyin ancha-muncha semirdim. Endi menga ozdiradigan kokteyl qilib bermasang bo'lmaydi. Voy, oka, ozmoqchiman-ne. Bo'ldi. Yes qilamiz. Ozdiradigan kokteylimiz uchun 8 ta cho'p, miyata, o'zbek tilida. Alpas. Yarimta limon. Va bitta kichkina kokos qo'shamiz. Bitta kichkina qoshiq asal. Ozgincha zelin solamiz. Bu zelinni qanaqa qilib bilasizlarmi o'zi? Va bitta istagan qaynagan suv. Mana oka ichib ko'ring-chi. Ukam, bu nordon emasmi qilib? Voy, oka, endi ozish uchun ichasizda. Voy, ukam, menga buni tez retseptini aytmasang bo'lmaydi. Bo'ldi, oka. Bu videoni retseptini yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qilib qo'yinglar. Videoga like bosib, ozmoqchi bo'lgan o'rtoqlarga yuborib qo'yinglar.